Nima qilding? Bu samolyotni qayerdan olding? Judayam ajoyib reja bor janob menda. Qishloqdan hamma narsani o'g'irlaymiz-da. Mana shu samolyotga ortib bu yerdan suramiz. Ya'ni boshqa mamlakatga. Tushunarli. Mayli unda ketdik. Qishloqdagi narsalarni o'g'irlab kelaylik. Davay, ketdi. O'zbekcha gapir. O'zbekcha gapirdim-ku. Ketdi ularma. Nima bo'pti, qarochi ketdi. Xo'sh, mana yaxshiyam mer uxlab qolgan ekan. Men hujjatlari va pullarni o'g'irladim. Endi janob kelsa tez ketardik. Keldim mana, ketdik. Nimalarni o'g'irlading? Hujjatlarni va pullarni sizchi? Men ham pullarni o'g'irladim. Ketdi. Bu yerdan survoramiz samolyotga tezroq yur. Hop. Shu qo'shnimga ham hayronman. Shuncha poliz pishib yotibdi. Nahotki yig'ishtirib olishga erinsa yoki erinmayaptimikan bilmadim. Balki poliz tishlash unga yoqmas, lekin sabzilar bitta mana shundan tashqari hammasi pishgan. To'liq bug'doylari ham xuddi shunday pishgan. Shunday hammasini yig'ishtirib olib turib, mayli shu bittasini keyinchalik yig'ishtirsa qolgan olib turib yesa bo'ladi-ku. Odam emasda. Uyida ham yo'q, qaranglar, shkaf, hech narsa yo'q. Odam emasda, jigar bu. Mayli nima bo'lsa ham endi o'zini urug' chiqdi, ko'rdinglarmi? Qo'shnim ekan kerak o'zi. Men kerak emas. Yana bitta. Kerak, nima kerak emas? Do'yt urug' yig'aman bugun. Bugundan boshlab mana shu yerda urug' yig'aman. Qani bilmadim, boyib ketamanmi yoki 3 ta bo'ldi. 4 ta. Ay, dahshat, 5 ta qilaylik. 5 ta qilaylik, to'xtatamiz joyiga. Stop qilamiz. Bo'ldi. Все normal. Video yo'qman-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa. Jigarlar kanalimga xush kelibsizlar. Sizlardan bitta katta iltimosim bor. Albatta sizlarning qo'lingizdan keladi. Obuna bo'lish tugmasi biroz pastroqda ko'ryapsizlar. O'shan bitta bosing jigar. Bossangiz tayda 5 ta kanal chiqadi-yu. Hammasiga bittalab tars obuna bo'lib tashlang. Sizda nima ketdi jigar? Sizga men katta rahmat aytaman evaziga. Videoga like bosing, kommentariy yozing va videoni oxirigacha kuzating jigar. Davayki bizda hozir poliz ishlashim kerak men. Ko'ryapsizlar, polizim pishib yotibdi. Lekin bugun bir qishloqda aylanmoqchi edim, to'g'risini aytsam. Lekin aylanish mana bratan, assalomu alaykum. Qarochi bugun qishloqda aylanmoqchi edim. Qishloqda nima gaplar, zerikib ketdi odam. Senga ba'zida zerikib o'tiribsan, menga nomazza. Qanday sizga nomazza? Qarochi kecha uyimda uxlab yotgandim. Pullarimni, qarochi uyimda kirgan joyga eshik og'zidagi gilamchani tagiga yashirib qo'ydim. Keyin ertalab turib qarasam, pullarim yo'q. Demak, gilamchangiz pul deb qo'ygan, shundaymi? Yo'q, jidimsan, pulimni o'g'ri uribdi. O'g'ri kimligini esa bilmayman, topish kerak, o'sha problema bor. Mer seni chaqirganda adashmasam. Tak. Mayli, hozir boraman mer yoniga. Tak, qanaqangi pullar yo'qolishi mumkin? Shu paytga. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, qandaysan? Zo'r, o'zingizam zo'rmisiz? Ha, normalni. Qarochi qishloqda bir kishini puli yo'qolgan. Mani ham puli va hujjatlar yo'qolgan, o'shalarni topish kerak. Bilaman, sen topa olasan va tezroq top. Chunki hujjatlar bo'lmasa qishlog'imiz yopib tashlashlari mumkin. Tushunarli. Mayli harakat qilaman, lekin qayerlardan topish mumkin? Qanaqadir shubhali joyini bilmaysizmi? Bilmadim, lekin o'g'rilar kecha bitta jidil ko'rib qolgan ekan. Ko'l tomonga ketgan ekan. Ko'l tomonga ketgan bo'lsa, mayli bahonada bir baliq ham tutib kelaman-da. Davay, tezlash. Bo'ldi, brat. Gap yo'q, hozir men boraman, birinchi polizimdagi ishlarimni qilib olishim kerak, chunki polizda ishlamasam bo'lmaydi. Qachonki men 100 ming obuna to'plab olsam, o'shanda polizda ishlashni to'xtataman va qishloqdan ko'chib ketaman-da. Qaytib qishloqqa ham ko'chib kelmayman. Bunaqa ishlarni ham qilib yurmayman, mazza qilib. Qarochi shaharda zo'r uy, zo'r mashina sotib olaman-da, o'sha yerda mazza qilib yashab yuraman. Sizlardan bitta narsa so'ramoqchiman. Ya'ni sizlarga bu mantiqiy savolmi yoki oddiy savolmi, o'zingizlar uni kelishib olasizlar. Tak. Tasavvur qilinglar, sizlarda 1 million dollar pul bor. Sizlar boysizlar. Nima narsaga sarflagan bo'lardinglar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men uchun bu juda ham qiziq, sizlar nima qilishinglar. Va men o'shanda sizlarni qilmoqchi bo'lgan narsalarni o'ylab ko'raman-da, balki keyingi videolarda sizlarni hayotingizga oid qilib, balki serial chiqararman, o'shanga biroz o'ylanib ko'raman. Lekin bu sizlarni qo'lingizda, ya'ni o'shanaqa qilish. Tak, yana bitta savolim bor. Bilasizlar, Hacker degan YouTuber bor YouTube'da.
U ko'proq faqat survival videolar bo'ladi. Ya'ni har xil modlar bilan, shaderlar bilan. Men ham shunaqa video qilishimni o'ylaysizlar. O'zi ovozim biroz hekernikiga o'xshab ketadi, lekin to'liq o'xshaydimi, o'xshamaydim bilmaymiz. Uni ham kommentariy yozib qoldiringlar. Va sizlarga savolim quyidagicha: men ham shunaqa video olsam, sizlar menga normal aktiv yig'ib berasizlarmi? Tak, kommentariy yozib qoldiringlar. Shunaqa video olaymi, yo'qmi? Agar xohlasanglar olaman. Lekin gap prosmotr yig'ib berishinglarda bir kamida 50 ming prosmotr yig'ib bersanglar, men shunaqa video olishga harakat qilaman. Tak, men o'tgan gal uzun marketdan qarmoq zakaz qilgandim, ya'ni baliq ovlashga borish uchun. O'sha kelgan bo'lsa kerak, o'sha olamanda ko'lni yoniga ketaman, to'xtanglar. Qurolni ham olish kerak. Agar o'g'rini ko'rib qolsam, tirs uraman, qurol debman. O'g'ri joyida ag'naydi va pullarni, hujjatlarni hammasini shuni olamanda qaytib kelaman. Tak, hozir assalomu alaykum brat. Men короче buyurtma berganman, hozir buyurtma kodini ko'rsataman. Mana kelganmi shu buyurtma? Albatta, mana standartda turibdi, bemalol olishingiz mumkin. Ha, bo'ldi, tak. Va mana kelibdi. Stick carrot on stick. Nima degan? Короче, rahmat brat addoshi. Sog' bo'linglar. Tak. Ana endi baliq ovlashga boramiz. Voy, dahshat. Men umrimda baliq ovlamaganman. Tak, ana endi ko'ramiz, olib ko'ramiz. Lekin ko'l tomonga qochib ketdi dedi. Mana shu ko'lni nazarda tutganmikan? Men bitta baliq ovlab ko'ray qani. Bu bu qarmoq emas-ku. Voy, meni aldashibdi, to'xtanglar, qaytarib berish kerak. Qaytarib bersa olsa kerak menimcha. Obbo, aldashibdi-ku. Mayli. Mayli, qaytarib beramiz. Bratan, короче, bu qarmoq ishlamadi. Mana o'zingiz tekshiring. Rostdan brakka o'xshayapti. Mayli, qaytarib olamiz. Pulingiz 24 soatda kartingizga qaytarib tashlab beramiz. Bo'ldi, keyin yana qaytadan zakaz qilaman. Bu marta balki buzilmaganidan kelar. Mayli, rahmat. Tak, juda ham yaxshi, muhimi qaytarib olishdi. Doimim o'zi brak kelgan mahsulot qaytarib olishgan. Tak, bitta bu yerda ko'l bor edi, keyin mana bu yerda bitta ko'l bor edi. Adashmasam shu tomonda ko'lda bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim qaysi tomonda ko'ldaligini. Adashmasam shu tomonda. Hozir shu tomondagi ko'lga birinchi borib ko'ramiz. O'rlarni uzoqdan kuzatish kerak. Mana tog' ustiga chiqsam, o'zi hamma joy ko'rinadi. Mana daraxt ustiga chiqsam, wow, dahshat, ko'ryapsizlar? Dahshat. Lekin hech qanaqa o'g'ri ham yo'q bu yerda. Bu tomondagi ko'l ustiga o'tib ko'raylik, balki bu tomondan narigi tomon ham ko'rinadi. O'shanda bemalol u tomonni ko'rsam ham bo'ladi. Voy. Tak. Bu tomondagi ko'l juda ham katta. Bemalol cho'milsa bo'ladi. Kema sotib olib turib, kemada suzib yursa ham bo'ladi. Voy. Mayli, bu tomondan aylanib chiqib kelaman. Kema sotib olib kelib turib suzsa ham bo'ladi. Короче, bu ko'l juda ham katta, ko'ryapsizlar? Oq narsa nima? Nima narsa? Nahotki kema bo'lsa? Voy. Nahotki rostdan, voy. Nahotki kema bo'lsa, mana shaxtadan o'tib ketsam ham bo'ladi-ku. Tak, nahotki kema bo'lsa, nahotki. Qayerga ketyapman? Qishloqqa yoniga kelib qolibman. Nahotki kema bo'lsa desam, samolyotmi? What the? Dengizda samolyot nima qilyapti? Qulab tushganmi? Ichida odam bormikan? To'xtanglar. Wow, uydop kema. Yo'q, qanaqa kema? Samolyot. Orqasiga o'tib ko'raylik. Orqasi menga qiziq demoqchi. Bu yerda yashik. What the feminal? Bu yerda yo'qolgan pullar va hujjatlar. Tak, yaxshi demak. Bu yoqning atrofida o'g'rilar turibdi. To'xtanglar, qurolni qo'lga olamiz. Ana endi o'g'rilar topishimizki, balki samolyotning ichidadir. To'xtanglar, samolyotga minib ko'rish kerak hozir. Bir amallab minamiz, eshigini ochamiz. Tak, suvga tushib ketdim. Nechiva? Tak, qanday ana chiqdim samolyotga, chiqib oldim. Tak, ikkita. Boshqara olamanmi? Tak, orqada ham bitta kreslo bor ekan. Tak, voy, tushib ketdim. Orqadagi kreslolarda o'tirib bo'lmas ekan. Mayli. Qaranglar. Dahshat-ku. Uchamikan? Cho'ta uchmaydi-yu. Tak, uchadimikan? Tak, yur. Yag'ey, bu uchmaydi shekilli. To'xtanglar. Voy, zavodi bo'lib qoldi-ku bu. Voy, qayerga chiqib ketdim? Bo'ldi mana. Bu zavodi bo'lib qoldi. Nima? O'zi o'chib qoldi, bo'ldi.
Farrayiga suv kirdi shekilli, shu uchun o'chib qoldi. Buni borib merga aytish kerak, lekin bu samolyot bu yerda необычный turibdi. Bilmadim, короче, давайте tezroq merga aytish kerak. Mer qanaqadir narsa o'ylab tuvadi. Короче, maydalab turib metallon topshirib olamiz. Bizni qishlog'imizga samolyot kerak emas. Shaharga borsak ham taksiga taksilardan minib boraversak bo'ladi. Lekin bilmadim, menimcha bizga umuman kerak yo'q. Tagana pulni yo'qotgan jetel qayerda bo'lsa-ku, o'shanga berishim kerak. Tak, adashmasam mana bu binoning ichida bo'lsa kerak. Brat, sizlar kechirasizlar, sizlar bezovta qilib qo'ydim. Tak, mana buni olasizlar, короче, brat, sizni pulingizni bekor kirdim-da, ko'rdinglarmi? Nima qilib o'tiribdi bular, voy dod. Necheva. Janob mer, men yana bir bor keldim, aytgan joyingizga ko'ldi yaqiniga borgandim. Bitta samolyot turgan ekan. Menimcha o'g'rilar samolyoti. Keyin yonida sandiqda, короче, pullaringiz va hujjatlar bor ekan. Mana shu sandiqqa, shkafga joylashtirib qo'yaman. O'zingiz olasiz. Ko'rdingmi, men aytgan joyida chiqdimi? Albatta, lekin meni bitta savol qiynayapti. Qanaqa savol? U samolyot bor-ku, juda katta samolyot. Ichida odami yo'q. Na boshqarib bo'ladi, na yurg'izib bo'ladi. O'g'rilar menimcha yurmagani uchun tashlab ketgan shekilli. Nima qilamiz endi u samolyotni? Menda undan reja bor. Qanaqa reja? U temirdan-ku. U rejani men ham qildim. Bo'lib metallonga topshirib yuboramiz. Xuddi shunday. Keyin u pulga biz qishloqqa foydasi tegadigan qanaqadir bino va nimadir quramiz. To'ppa to'g'ri. Brat, mana shu gapingizga peshonasidan o'tib o'pardim, tojiz xalaqit qiladi. Bo'pti, brat, men kech bo'ldi, uxlay qolay. Aha, davay, ertaga, короче, bitta temir kesgichni olasan-da, borib aralab, havasini shunday olasan-da. Короче, metallonga borib berib, pulini olasan-da, keyin u pulga, короче, qishlog'imizni zo'r qilamiz. Tushundingmi? Bo'ldi, gap yo'q. Brat, men ketdim. Yaxshi dam oling va men ham yaxshi dam olay. Sizning nomingizdan o'zimga o'zim gapirib qo'ydim. Wow, oy qisqaribdimi? Demak, oyning 15i qorong'u, 15 yorug' deganlar, ko'ryapsizlarmi?